Assalomu alaykum hurmatli mijozlar. Demak, Xitoydan navbatdagi yuklarni yetib keldi. Hozir ularni ochilib paketga beramiz bir marta. Demak, navbatdagi yukimiz mana ayollar uchun mana bu ko'kda juda chiroyli. Ko'rishingiz mumkin. Hop, navbatdagi yukimiz demak, bolalar uchun sumka ekan. Ko'rishingiz mumkin, sifati juda zo'r. Juda ajoyib. Yana navbatdagi yukimiz hurmatli mijozlar. Hop, bu yukimiz ham bolalar uchun sumka ekan. Ko'rishingiz mumkin mana. Ikkita rastet ekan. Sifatlari a'lo darajada ko'rishingiz mumkin. Demak, bu safarliklarimiz biroz ozroq, hammasi yo'lda kelyapti. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, Directdan yoki bo'lmasa Telegram sahitamizga, Telegram kanalimizga o'tib, adminlarimizga murojaat qilib zakaz berishingiz mumkin.